Assalomu alaykum do'stlar, qanaqasizlar? Tuzimsizlar? Yangi vlogga xush kelibsizlar. Bugun ajoyib qiziqarli challenge qilmoqchiman. Bitta videoni ko'rib qoldim. Adashmasam xitoylik bola $3 challenge qilgan. Xitoyda bir kunda $3 ga qanaqa qilib ovqatlansa bo'ladi. $3 to'g'risini aytsam, meni qo'limdan kelmaydi. Shuning uchun $5 ga 3 mahal ovqatlanib, qanaqadir joylarda sayohat qilib, bir kunni o'tkazish challenge-ni qilmoqchiman. Balkim sizlarga qiziq bo'lishi mumkin. To'g'ri o'ylashingiz mumkin, Xitoyda narsalar arzon, lekin men Hanjoudaman. Hanjou eng qimmat zamonaviy shaharlardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun oson bo'lmaydi. Agar qiziq bo'lsa, ko'rishni davom etinglar. Ketdik. $5 bu taxminan 35 yuan bo'ladi hozirgi kurs bo'yicha. 35 yuan, mana 35 yuan, 20 yuan va bu yerda 10 yuan, 30 va bu yerda tangalar bor. 1 yuanlidan 5 ta. Xullas 35 yuan ko'ramiz. Soat 9:30, 9:30 dan boshlab kechgacha ko'ramiz. Bugun shanba, uncha erta turganim yo'q, soat taxminan 9:30 bo'ldi. Hali nonushta qilganim yo'q. Nonushta bilan boshlaymiz. Bilasizlar, Xitoyda juda ham ko'p yesa bo'ladigan, nonushta yesa bo'ladigan ajoyib ovqatlari bor. Albatta go'shtsiz. Hozir shulardan bittasini topishga harakat qilamiz. Xo'p, nonushta, tushlik va kechki ovqatda ham mana shu pul ichida ovqatlanishimiz kerak va kunni o'tkazish uchun qanaqadir ajoyib joylarga borib sayohat ham qilishimiz kerak. Unda ketdik. Kichkina bir ajoyib nonushta uchun qiladigan joy topdim, lekin men qidirayotgan narsa u yerda yo'q ekan. Endi boshqa joy qidirib ko'ramiz. Hello. This is Utah. Utah. Yes. Utah. Can I have one? 3 块. 3. Yes. Va topdim. Mana shu haqida gapirayotgandim. Bu Utah deb ataladi. Xuddi o'zimizning pirashkaga o'xshaydi. U yerda o'tirib yesam bo'lardi, lekin videoga olish ozgina noqulay. Hozir biron joy topib, o'tirib buni bir yalayda yeb ko'ramiz. Xo'p, do'stlar, bu xuddi o'zimizning pirashkaga o'xshaydi. Albatta shakli boshqacha. Bu juda ham uzun. Ozgina yog'li, to'g'risi yog'li narsa yoqtirmayman. Juda ham qanaqa deydi? Crispy deydi. Ozgina sovib qoldi, joy topib yegunimcha. Lekin buni issig'i desa juda ham shirin. Ichini qaranglar, xuddi o'zimiz pirashkaga o'xshab, ichi yumshoq. Mazza qilib chaynab yeyishga zo'r ekan. Va bunga atiga 3 yuan to'ladim. 3 yuan taxminan 50 sent emas, taxminan 40 sent bo'lsa kerak. Issiq choy bilan yoki sok bilan bu ertalab nonushtaga juda ham yaxshi. Men nonushtaga o'zi ko'p yemayman. Bu o'sha ichimlik bilan men uchun yetarli bo'ladi nonushtaga. Men buni birinchi marta 3-4 yil oldin yegandim. Xitoyga birinchi marta kelganimda. Xitoyga kelganingizda, vizaga topshirganingizda medasmutdan o'tasiz. O'sha medasmutdan o'tganingizdan keyin albatta nonushta qilmasdan borish kerak. Xitoyda qaysi politsiyasiga bormay, medasmutdan o'tish uchun, qon topshirish uchun albatta sizga
nonushta beradi. O'sha banitsani o'zida. O'shanda yeb ko'rgandim. Orqamda e'tibor bersangiz, bu ayol konfumi qanaqadir mashq qilyapti. Xitoylarning o'zining muzikasi bilan eshitilayotgan bo'lishi mumkin sizlarga. Va bu yerda kichkina ko'l bor ekan. Bolalar baliq tutishga harakat qilishyapti. Bu hali yana ko'p. Va bu menga ham ko'plik qilar ekan nonushtaga. Endi tushunyapman nima uchun mahalliy aholi buni deyarli har kuni yeyishadi. Nonushta bo'ldi, ajoyib bo'ldi. To'g'risini aytsam juda ham yoqdi. Bunaqa narxga o'zimizni pirashga o'xshagan nonushtani yeyish juda ham yoqdi. Endi vaqt o'tkazish uchun biron joyga borib allanishimiz kerak va bu bepul bo'lishi kerak. Xitoyni menga yoqqan taraflaridan bittasi juda ham ko'p bunaqa joylar, parklar, muzeylar, ko'llar, umuman to'lov yo'q. Endi problema esa u joylarga qanaqa qilib borishimiz kerak. Chunki transportga pul sarflamaymiz, pulimiz yetishi kerak. Hozir 32 yuan qoldi. Bunga tushlik qilishimiz kerak va kechki ovqat qilishimiz kerak. Piyoda borishga harakat qilaman. Hozir soat 10 dan 10 daqiqa o'tdi. Nonushtani kechroq yeganimiz uchun tushlikni ham ozgina kechroq qilamiz. Xullas, ketdik. Endi do'stlar qaranglar, bu binolarni. Ajoyib, right? Endi bu tarafga qarang. Bu binoni qarang. Ajoyib, a? Bu tajabman. Do'stlar, hozir haydovchisiz avtobusga chiqdim. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu haydovchi emas, shunchaki nazorat qilib ketyapti. Bu hozirda Desinovda yurgan haydovchisiz avtobus. Juda ham qiziqarli. Bu ekranda hamma ma'lumotlar ko'rsatib turadi. Qaysi bekatga to'xtaydi, tezligi, Sputnikdan ham ko'rsatib turadi. Juda ham ajoyib haydovchisiz avtobus. Kichkinagina, odatdagi avtobusdan ko'ra ancha kichkina, 11 ta yoki 12 ta yo'lovchi sig'adi. Hozir bu bekatga to'xtayapti. Aytgancha, bu hozircha bepul, bilmadim qachondan pulli bo'ladi. Zo'r. Juda ham qiziq. Bilmadim qachondan to'liq ishga tushadi, lekin juda ham qiziqarli. Qoyil qolish kerak. Rahmat senga avtobus. Endi bu yo'lga piyoda ketishimga to'g'ri keladi. Xo'p, do'stlar, taxminan 1 soatcha bo'ldi yurganimga. 1 soat emas, 45-50 minut bo'ldi. Bir joyga kelyapman hozir. Bugun 21-mart, O'zbekistonda Navro'z nishonlashyapti, adashmasam. Va bu yerda ajoyib tabiatda go'zal bo'ladigan payti nasib qilsa birgalikda ko'ramiz. Doim yog'li narsa yeb yurmaganim uchun ertalabki yog'li pirojkani zo'rg'anadi shekilli. Nimadir ichmasam bo'lmaydi. Gazli yoki sovuq. Qimmat narsa icholmaymiz. So'qmi? Endi
Menimcha oddiy suv yaxshi, ham arzonroq. Mana shuni olamiz. 2 yuan. Two RMB, right? Two? Yes. Can I have your count? Thank you. 香气配上各色酱料。Do'stlar, yetib keldim aytgan joyimga. Hanjo juda ham mashhur ko'llari bilan, daryolari bilan va bu esa Hanjodagi eng katta daryolardan hisoblanadi. Juda ham katta daryo va bu daryo bo'yida uzun yo'li bor, taxminan 10 kilometr adashmasam. Va bu yo'lda daraxtlar bor. Bu daraxtlar yilda xuddi shu paytida gullagan bo'lishi kerak edi. Lekin ko'rib turganinglardek unaqa emas. Bilmadim, balkim oxirgi 3-4 kundan beri shamol bo'lib yomg'ir yog'yapti. Balkim shu sabab bo'lishi mumkin. Afsus, nasib qilmadi, lekin ko'rib turgan bo'lsanglar, juda ham uzun, ajoyib yo'l. Agar yugurishni yaxshi ko'rsanglar yoki velosipedda uchishni yaxshi ko'rsanglar, bu joy juda ham zo'r joy. Bu yerda ozgina yuramiz, keyin boshqa bir joyga boramiz va u yerda tushlik qilamiz. Soat 12 ga qarab boryapti. Qarasanglar, yosh bolalar ham maza qilib uchirib yurishdi. Ko'rinayotgan bo'lsa, oddiy turadigan joyda liftni tashqarida qilgan ekan. Ajoyib. O'sha ko'pchiliklar eshitgan Lanzo halol lag'mon oshxonasida tushlik qilamiz. Va 16 yuanli ovqat tanladim. Ko'ramiz. Va bepulga issiqini shirin choy ham olsangiz bo'ladi. Juda ham shirin. Buni qaranglar. Bu juda ham ko'p. Atiga 16 yuan. Go'shti bilan birga keladi. Mol go'shti, ichida albatta sabzavotlari bor va sho'rvasi. Ozgina qalampir qo'shtirib oldim. Qalampir emas, qalampir sous. Chopsticksni ishlatishni uncha yaxshi bilmayman, chokarakni. Ko'p yillar harakat qildim o'rganishga, baribir qiyin. Bismillah. Wow. Xamir juda ham yeyishli. Go'shti juda ham yupqa qilib kesgan. Go'sht ko'proq ta'm beryapti bu yerda. Ozgina achchiq qo'shganim uchun yana ham shirin bo'lgan. Bularning menga yana bitta yoqqan tarafi, qayerga bormen, ko'p joylarda oilaviy yashashadi.
To'g'risini aytsam, tugat olmayman deb o'ylagandim, harakat qilgandim, lekin yo'q. Yarimidan ozgina ko'proq yedim, lekin hali ancha qoldi. To'g'risini aytsam, bu ovqat haqiqatan ham chang. Qorin to'ydi, endi Hanjoni aylanishni davom etamiz. Bu binoni qaranglar. Bu yildan boshlab iPhone'ga qiziqishim qoldi to'g'risi. Xiaomi buni qaranglar, Xiaomi telefon chiqarishi iPhone'dan ancha o'tib ketdi. Bu esa Xiaomi 17 Ultra. Narxi ham arzon. iPhone'dan anchagina arzon. Menga yoqqan esa mana bu. 17 Pro Max. Eng yoqqani mana shu orqasidagi ekran. Juda ham ajoyib muzey bor, o'sha joyga boramiz. Ketdik. To'g'risi yurish xohlamayman, charchadim. Muzey bu yerdan ozgina uzoqroqda. Agar yuradigan bo'lsam, charchab qolaman. Chunki o'zi yaxshigina yugurdim. Hop, hozir metro olamiz, metroda boramiz. Metro qimmat emas, atiga 2 yuan. Iloji yo'q, 2 yuanni ishlatamiz. Va metroda davom ettiramiz. Shisi. Telefonimni batareyasi o'chayotdi. Metroda chiqishda shunaqa zaryad qilish joylari bor ekan. Telefonimni zaryad qilyapman. Xitoyning Wetland Milliy muzeyi. Ko'rinishida muzeyga suyuli olib kirish mumkin emas shekilli. Buni qaranglar, qancha suyulilar ketib turibdi. Afsus, muzeyga kirdim. To'g'risi juda ham ajoyib. Buni qaranglar, qanaqa. Kirish o'zida juda ham katta. Kema qo'ygan. Bu narsani tushunmadim lekin. Meni tushunishimcha bu yerda scan qil deyapti, rasm qo'yish kerak deyapti. 20 sekundda chiqarib beradi. Menimcha rasmingizni qo'yasiz, xuddi gazetaga o'xshab sizga chiqarib beradi, xuddi esdalik uchun qanaqadir suvni. Ajoyib. Yosh bolalar mazza qilib o'ynab yurishibdi. Bu ma'lumot berayotgan ekranlar hammasi touch screen ekan, sensorli. Hello. Muzeyga kirishda bunaqa ochiq joy bor ekan. Daryoni tomosha qilib dam olasiz. Buni qarang. Bu yerda esa yosh bolalar tabiatdagi qushlar, tabiatlar rasm chizishyapti. Ajoyib. Bolalarni shanba-yakshanbadagi kuni vaqtini foydali o'tkazishi bir ajoyib yo'li. Shuning uchun xitoylik bolalar qanaqa aqlli.
O'ziga qaranglar. Haqiqiy tarixga tushirib qo'yar ekansiz. Kechki ovqat payti ham bo'ldi. Nima yeyishni bilmadim-da. Qo'limizga qarab, yengil meva-chevalar bilan kechki ovqat qilmoqchiman. Shuncha oz do'kon kirdim. Hozir bu yerdan ichimlik olamiz. Hozir pulimiz 10 yuan qoldi. 10 yuanga ovqat olib bo'lmaydi. Sutdan sok olamiz. Bu 2 yuan ekan. Bo'ladi-chi. Endi mevalarni ko'ramiz. Qanaqa meva olsak bo'ladi? Banan olib qo'ya qolamiz shekilli. Lekin bananni necha donasi, necha gramm keladi bilmayman. 500 grammi 560 yuan ekan. Ikkita yoki 3 ta kesib ko'raman. Hello, know this. Narx pulga to'g'risi narsalar olmasdim. Ba'zi joylarda g'alati bo'lyapti. Banan bilan sok 5 yuan bo'ldi, ya'ni 5 yuan pulimiz qoldi. Kelib bunga nimadir olamiz. Bu uchkami. Nima olsak bo'ladi? Buni olamiz. 450 yuan ekan. Buni yeb ko'rganman, juda ham yaxshi. Shuni olamiz. Nega this? 下支付优惠，4号24点。谢谢。哎，这个，谢谢。To'g'risi kutmagandim. Bu ikkita bananni oldim va bu sokka oldim. Bu sokka 2 yuanga oldim. Va xullas bu banan bilan sokka 5 yuanga oldim. Va 5 yuan qaytarib berdi. Va bu shokolad bochkani esa 4 yuan 50 sentga oldim. Xullas hammasi bo'lib 9 yuan 50 sent bo'ldi. Va bu 50 sent oshib qoldi. Zo'r bo'ldi. Bu bo'lishga o'zi kech ovqatga yetib ortadi va amalladik. Buni imkonsiz o'ylagandim, lekin Xitoyda 5 dollarga, ya'ni 60 ming so'mga bir kunda 3 mahal ovqatlanib va sayohat qilsam bo'lar ekan.